Hozir qayerga kelyapmiz aka? Hozir Xo'jaobod tumani markazida o'quv markazimiz bor bizni. Aka, ilm o'rgatilayotganda o'qituvchini niyat qanaqa bo'lishi kerak? When I will be able to go to Japan. Otamajonim, onajon, ukam O'zbekiston Janubiy Shveysariyaga. Birinchi xonamiz shu xon. O'sha tarixiy Tarixiy xontaxta shu xontaxta mana. Bugungi kunda Prezident maktablari O'zbekistondagi eng nufuzli ta'lim maskanlaridan biri hisoblanadi. Har yili minglab o'quvchilar hujjat topshiradi, ammo ulardan juda oz qismi o'qish vaqtiga muyassar bo'ladi. Eng qizig'i, bu imkoniyat har bir bolaga faqat bir marta beriladi. Do'stlar, agar siz farzandingizni aynan Prezident maktabida o'qitishni niyat qilgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va yon daftarchangizga har bir ma'lumotlarni yozib oling. Sababi bugun biz aynan shu maktablarga o'quvchilarni tayyorlaydigan ta'lim markazidamiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring va like bosishni unutmang. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz minglab o'quvchilarni Prezident maktabiga tayyorlagan Rustamjon ustozni oldidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat, Allohga shukr, o'zingizlar ham. Bu maktabni qachon ochdingiz? Nima turtki bo'ldi? Ilm yo'lida kechgan yo'lingizni, past holatlarini gapirib berasiz inshaalloh. Inshaalloh. Maktabimizni endi maktab ochilishidan boshlaymiz bu yerda. Endi maktabimizni Alloh nasib qilib 5-fevral 2026-yilda boshladik. Xudo xolasa mana 3 oyga yaqinlashib qoldi vaqtimiz. Maktab asosan hozirda boshlang'ich sinflar uchun tashkil qilingan. Ya'ni bizda bizni taniganlar biladi, biz ko'proq shu Prezident maktabi, Al-Xorazmiy ixtisoslashgan maktablar uchun o'quvchilarga matematika, ingliz tilidan kirishlarida yordam beradigan matematika, ingliz tili ustozi deb bilishadi bizni. Shu sababli maktabni boshlanishiga 4 sinflar uchun ochganmiz hozir. Necha yoshdan qabul qilyapsiz? Qabulni 6 yoshdan boshladik. 6 yoshdan. 6 yoshdan. Prezidentimiz qarorlari bo'ldi. 6 yoshli o'quvchilarni ham demak maktabga qabul boshlaylar degan mana sentyabrdan to'liq holatda ishga tushadi. Xudo xolasa biz shu narsani sal ertaroq xudo xolasa harakat qilib boshladik. Hozirda 6 yoshli o'quvchilarimiz bor. 6 yoshdan demak 4-sinfgacha o'qitib berasiz, Prezident maktabiga tayyorlab berasiz. Shunaqami? Hozirda 6 yoshdan 4-sinfgacha sentyabrdan reja qilyapmiz. 5-6-sinflarni qabul qilamiz. To'laqonli maktab bo'ladi, to'g'rimi? To'laqonli maktab hozirda ham, lekin joylarimiz soni cheklanganligi sababli yuqori sinflarni qabul qila olmaganmiz. Endi sentyabrgacha yana sal kengashni reja qilib turibmiz, xudo xolasa. Rustam aka, Prezident maktabini tushunmaydigan ota-onalar bo'lishi mumkin. Oramizda bu Prezident maktabi bir yilda nechta o'quvchi qabul qiladi, nechtasi hujjat topshiradi? Shu haqida ham ma'lumot bersiz aka. Prezident maktabi har bir viloyat bo'yicha bittadan ochilgan, ya'ni Andijon viloyatimizda bir dona Prezident maktabi bor. Ko'pchilik manzilni yaxshi biladi, prospektda joylashgan Andijon shahar Prezident maktabi. Andijon shahar Prezident maktabiga odatda bir yilda 7 dan 8 gacha o'quvchi topshiradi, hujjat topshiruvchilar soni va bu yerda hujjat topshirayotgan bir narsaga ahamiyatli bo'lishi, tabiatshunoslik va matematikadan ballari 4 bo'lib qolgan bo'lsa, choraklar qabul bo'lmaydi. Bu degan hujjat topshirishni o'zida cheklov. Ya'ni faqat 5 ta o'qigan bolalar topshirishadi va shuning ichidan aytaylik 7200 ta topshirgan bo'lsa, hujjat undan 24 tasi kiradi. Qo'lidan oxiriga ketadi va bu degani 300 ta o'quvchidan bir dona o'quvchi kiradi. Demak, bitta o'rin uchun yuzlab odam kurashar ekan, to'g'rimi? Deyarli 300 dan oshiq kurashgan bo'ladi. 300 dan oshiq o'quvchi kurashadi va u 300 tani deyarli 300 tani hammasi tayyorgarlik ko'rgan, o'qigan, bilimli o'quvchilar bo'ladi odatda. Hozir qayerga kelyapmiz aka? Hozir Xo'jaobod tumani markazida o'quv markazimiz bor bizni. O'quv markazimiz ochilganiga nasib bo'lsa 3 yil bo'lib qoldi. Ya'ni bu o'quv markazi endi ochish sababini ham aytib qo'yaman-da. O'zi birinchi markazimiz Qidircha deb nomlangan qishlog'imizda, o'zim tug'ilgan uyimda boshlangan edi. Hozir olib borasiz uyingizga? Hozir uyga borib birinchi, keyin uyda ko'rsataman. Bundan keyin nasib bo'lsa o'quvchilar Imomotadan keladi, tog'ning taglaridan, Xo'jaobod sentrlaridan borishadi, Paxtaboddan, Buloqboshini kelishadi. Qish kunlarida bir qiyinchilik bo'lib qoldi. O'quvchilar qatnashlari, kelib ketishlari bo'yicha. Ota-onalardan iltimoslar bo'ldi. Shu o'zimizga yaqinroq joyga ochib bersangiz domla, yaxshi bo'lar edi. Uyga olib kelaveramiz uyga ham deyishdi. Lekin uyga olib kelgan paytda yo'lda
kech 5 gacha o'qitamiz biz. Ha. Soat 5 dan keyin shom bo'lyapti, qorong'i bo'lib uyga ketgani qiyin bo'lyapti deganda Ha, qish paytlarida qiyin bo'ladi. paytlarida Ha. qishda ochganmiz bu yerni. Rustamjon aka, demak hammasi shu uydan boshlangan, to'g'rimi? Ha, hozir ko'rib turgan faoliyatingizni hammasini birinchi boshlanish nuqtasi shu joyda. Shu ya'ni o'zimiz uyim bu yer. Uyimda boshlaganmiz. Boshida 4 nafar o'quvchi bilan boshlaganmiz. Ha. Ya'ni u davrda boshqa joylarda ham ishlardim-u, lekin qiziqish shu ta'limga bo'lgani uchun, bolalarni o'qitishni o'zim yaxshi ko'rganim uchun shu 4 ta o'quvchiga alohida kechki vaqtda bo'lsa ham vaqt ajratardim. Ular ham kelishardi, dars o'tardik. Shunga aytaman, biz ham o'quvchilar eslaganda ustoz deb eslashlarini xohlaymiz birinchi navbatda. Va ikkinchisi endi bu yerda o'quvchilarimiz o'zlari vaqt soati kelib, yillar o'tib kelgan paytda o'zlarining suratlarini ko'rsa, menimcha ularga bir boshqacha ta'sir qiladi. To'g'ri, to'g'ri. Endi har bir inson o'zi qilayotgan ish bilan birinchi navbatda faxrlanishi kerak. Biz ham endi o'zimiz qilayotgan ishni bir natijasini ko'rsataylik deb endi sizga bir aytay dedim. Bolalarimizdan, o'quvchilarimizdan Xondamirjonni o'zini bir aytib qo'yaman. Xondamirjon oilada nechtasizlar Xondamirjon? 4 ta. 4 ta farzand. Shu 4 ta farzandni to'rttasini ham biz o'qityapmiz hozirda. Alloh nasib qilib, ishonch uchun rahmat. Dadalarini, ayalarini ham ishonch uchun rahmat. Xondamirjonning katta akalari Prezident maktabida katta akalarini o'qitganmiz. Undan keyingi akasi Al-Xorazmiyda o'qiyapti hozir va keyingisi Xondamirjon va keyin kichkina singlisi bor. Singlisini ham hozirda tahsil beryapmiz va Xondamirjon bilan va akalar bilan ham faxrlanamizda, o'quvchilarimiz bilan juda tarbiyali va ilm yuqadigan o'quvchilardan-da tezda ilm egallashadi. Endi birinchi darsxonamiz shu yerda bo'lgan. Ya'ni darsxonamiz bundan 7 yil avval shu xonada dars o'tardik. Deyarli o'zgarish bo'lmagan. Mana shu xontaxtani olib qo'ysangiz, birinchi xonamiz shu xon. Shu tarixiy xontaxta. Tarixiy xontaxta shu xontaxta mana. Ya'ni shu xondan foydalangan holatda dars o'tganmiz. 4 kishi, 5 kishi bo'lib, doskamiz ham yo'q edi u paytda. Doska ham yo'q. O'tirib dars o'tardik-da, shu holatda qoldirdik bu yerni. Kelgan ota-onalar, mehmonlar shu xonada kutib olaylik degan maqsadda mana shu holatda qoldirdik-da. Ota-onalar shu yerda kutib olamiz, darsxonalarimiz bu tomonda endi. Rustamjon aka, shuncha o'quvchilarni rasmlari nimaga ilingan? Nima sababdan ilingan? Bu fikr, ya'ni o'quvchilar rasmlarini ilish fikri bir 3 yil bo'lib qoldi. Ya'ni Xo'jobodga, ya'ni markazga ko'chganimizdan keyin o'yladik-da, o'quvchilarimiz esimizdan chiqib ketmasin degan fikrda, ya'ni birinchi maqsadda shu bo'lgan. Va keyin bizga yangi kelayotgan o'quvchilar yoki bo'lmasam orqasidan yana eshitadi-da, endi bizda odatda og'izdan og'izga eshitib, ukalari keladi, o'qigan o'quvchilarimiz kelganda, meni akam shu yerda yurib shunaqa natijaga erishgan ekan degan bir xulosa bilan, ishonch bilan o'qisin deb o'quvchilarni qo'yganlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda rasm ilinganki, o'quvchi hammasi Prezident maktabi, Al-Xorazmiy ixtisoslashgan maktablarga kirgan o'quvchilar. Mana Muhammad Yasinni ko'rishingiz mumkin. Mana Shavkat Muhammad Yasin o'zingiz ham o'qitgansiz, 2024-yilda maktabga, Xo'jobod tumanidagi maktabga kirgan. Va keyin mana Muhammad Yasindan keyin keladigan o'quvchilar ham ko'radida, rasmni ko'rib ishonch ortadi birinchi navbatda. Va ikkinchi navbatda o'quvchilarimizni biz yana 10 yil, 15 yildan keyin ham Muhammad Yasinni o'qitgan edik deymizda, Muhammad Yasin ham bizni ko'rganda, ya'ni meni shunaqa bir tushuncham bor. O'quvchilarni o'qitdik, o'quvchilarni yillar o'tib o'quvchilar bizni ko'rganda ustoz deb ko'rishsa, keyin biz ustoz bo'lgan bo'lamizda. Ungacha biz ustoz emasmiz, biz ungacha o'qituvchimiz. Aka, ilm o'rgatilayotganda o'qituvchini niyat qanaqa bo'lishi kerak? Ustoz birinchi navbatda xolis bo'lishi kerak deyman. Chunki ko'p o'quvchilarni o'qitayotganda o'quvchilarni hammasini teng ko'rgan holatda va ilm berish niyatida va berayotgan ilmi foydali, kelajagi uchun foydali bo'lish niyatida ilm berish kerak deb o'ylayman. Sababi birinchi navbatda xolislik nima uchun desa, o'quvchilar orasida shunaqangi fikr bo'lmasligi kerakki o'quvchida. Buni o'quvchini mendan ko'ra yaxshiroq ko'radi degan fikr kelmasligi kerak o'quvchida. O'quvchilar hammasi ustoz hammamizni meni yaxshi ko'radi deyish kerakda. Hammasida shunaqa fikr bo'lishi kerakki, hammani teng ko'radi ustoz. Va ustoz gaplashayotganda har bir o'quvchi bilan dars davomida emasmi, ko'pchilik bilan emas. Ko'pchilikdan tashqariga chiqqan vaqtda o'quvchiga shunaqangi muomala qilish kerakki, o'quvchini xayolida tursin. Ustoz meni juda ham yoqtiradi, meni yaxshi ko'radi degan narsa o'quvchini xayolida tursin. Lekin dars davomida hamma bir xilligini sezsin. Aytmoqchi bo'lganim, haligi kimdandir o'zini past ko'rmasin o'quvchi, ustoz sababli.
va ustoz ham berayotgan ilmini albatta o'quvchi uchun foydasi tegadi degan niyat bilan bersa menimcha yaxshi. Rustam aka, ko'p muvaffaqiyatli insonlar bilan suhbatlashganmizda muvaffaqiyatingizni siri nimada degan savolni berishimiz bizning qadriyatimizga aylangan. Sizni muvaffaqiyatga erishishingizda nimalar sabab bo'ldi, kimlar sabab bo'ldi aka? Qanday bu yo'lgacha yetib keldingiz? Muvaffaqiyatli insonlarni ko'p o'qiganmiz ham, bilamiz ham, eshitganmiz ham. Ortida bir ayol kishi bo'ladi deydi-da. Men shu joyiga aytaman, muvaffaqiyatimning katta sabablaridan bittasi onam bilan otam bo'ladi deyman-da. Chunki o'quvchilarga ham ko'pchilikka aytaman, farzandinglarga ko'proq motivatsiya beringlar o'qish haqida, kundalik hayotlar haqida ham deyman-da. Shu ayamim bir gap hech esimdan chiqmaydi. Bu paytda yosh edik. Men maktabda yaxshi o'qiganmiz, Allohga shukr yaxshi o'qiganmiz, lekin o'shanda odatiy maktabda yurib o'qib yurganimizda 3-4 ta muvaffaqiyatli odamlarni aytib, Rustamjon, sen o'g'lim yaxshiroq o'qigin, yaxshi o'qigin, qara deb 3-4 tasini o'zimizdan, mahallamizdan namuna keltirib, shu insonlar ham shu maktabda o'qigan va shu darajaga yetishdi. Nasib bo'lsa degan sen ham shu darajalarga yetasan, o'g'lim. Sen ham deydi shu maktabda o'qi, yaxshi o'qi, ixlos qilib o'qi, kelajakda bir muvaffaqiyatli inson bo'lasan deb aytgan gapi haligacha esimdan chiqmaydi. Menimcha ayamim balki bu gapni o'zini esidan chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha paytdagi shu ikki og'iz gap menga juda katta ta'sir qilgan. O'shanda o'zimga o'zim aytganmanki, demak, shu insonlar ham shu maktabda o'qib, odatiy o'zimizning maktabda o'qib, shu darajadagi ilmni olib, elga yurtga foydasi tegadigan insonlar bo'lishdi. Nasib bo'lsa biz ham bo'lsak bo'ladi degan bir motivatsiya bo'lgan yoshligimizda. Zo'r aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, hurmatli domlar. Alaykum assalom, rahmat bolajonlar, o'tiringlar, rahmat. Svet yaxshi ko'ring, Muhammad Rizo. Ustoz yaxshimisiz? Yaxshi dars o'tyapsizlarmi? Alaykum assalom, charchamayapsizlarmi? Shu xona bizning darsxonalarimiz. Shu yerda darslarni boshlaganmiz va o'quvchilar ko'pchiligiga ta'lim berishdi. Ya'ni Qidirshadagi filialimiz, ya'ni shu joydan boshlab dars o'tishni boshlaganmiz va an'ana haligacha davom etyapti. Bu yerda hozir 4-sinf o'quvchilari ko'proq prezident maktablariga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ya'ni hozir dars tugarak bo'lyapti bu yerda. Hozirda ingliz tili darsi bo'lyapti. Bundan keyin men darsga kiraman, keyin men tanqidiy fikrlashdan dars o'taman bu yerda odatda bolalarga. Ya'ni prezident maktabi ikkinchi bosqichi uchun muhim bo'lgan fanlarning bittasi. Va bu yerda ham yaxshigina natijaga erishgan o'quvchilarimiz bor, deyarli hamma o'quvchilarimiz borib olimpiadalarda faxrli o'rinlarni olib kelishyapti hozirda. Niyatimiz xudo xolasa shu o'quvchilarni sentyabrda xuddi shunaqa holatda prezident maktabida o'tirganlarini ko'rish hozircha. Turkiyaga yo'llanmagan o'quvchimiz bor degandingiz. Turkiyaga yo'llanmagan o'quvchimiz Mustafojon bugun dam olibdi. Chunki u yoqda kecha kuni shanba kuni gaplashganimizda zagran pasport, ya'ni chetga chiqish pasporti yo'q ekandi. Shuni bizga qilib beringlar deb ayrim olimpiadasi tomonidan so'ralgandi. Bugun menimcha shu olimpiadaga pasportga topshirgani ketgan shekilli. Shu sinfimizdan demak Mustafo, rahmatullohi Mustafo Turkiyaga 100% grant yutdi. Yaxshi. Rustamjon aka hozir davlat maktabida o'qib turib, prezident maktabiga demak hech qanaqasiga iloji yo'q ekanda kirish, to'g'rimi? Shunaqami? Endi buni ham qisman qanchadir imkoniyati bor bo'lishi mumkin prezident maktabiga kirish bo'yicha. Chunki davlatimiz maktablari ham juda sifatli dars o'tadi, darslar juda ham yaxshi tartib olib borilgan. Lekin prezident maktabida ikkinchi bosqichda tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish fanlari qo'yilgan imtihonga. Va 100 ballik tizimni 80 ballini tanqidiy fikrlash bilan muammoni hal qilishga qo'yiladi. Shu sababli tavsiyam, ota-onalarga ham tavsiyam, baribir tanqidiy fikrlash bilan muammoni hal qilish fanlarini o'quvchi mustaqil ravishda yoki bo'lmasam albatta ustozga borgan holatda maktab ustozlari bilan bo'lsin yoki o'quv markaziga borib ustozlar bilan o'rgansin, lekin albatta o'rganish kerak. Tushunarli. Endi bundan avvalgi yil kirgan o'quvchilarimizdan olib qaraydigan bo'lsak, bundan avvalgi yil 3 ta o'quvchimiz prezident maktabiga kirdi. Bu o'quvchilarni deyarli yil davomida tayyorgarlik ko'rdik bu o'quvchilar bilan. Ya'ni o'zlarining maktabida o'qirdi, maktabga borishadi va maktabidan bo'sh vaqtlarida bizga kelishadi. Biz bu o'quvchilar bilan ingliz tili, matematika, muammoni hal qilish va tanqidiy fikrlash fanlari bilan shug'ullandik. Va natijalari 3 ta o'quvchimiz prezident maktabida hozirda.
ingliz tilidan rekord darajada bitta o'quvchimiz 40 tadan 39 ta adashmasam shunaqa ishlab chiqdi. Deyarli rekord holatda iyi natija bilan chiqib keldi. Ustoz shu paytgacha maktabni ochishgacha bo'lgan qiyinchiliklar bo'lganmi? Qanaqa past balandlar ko'rgansiz shu paytgacha? Endi maktab ochishda albatta qiyinchiliklari bor ekan. Endi biz oldinlari maktab bo'yicha shug'ullanmaganmiz, lekin o'quv markazi bilan shug'ullangan edik. O'quv markaz sohasi sal maktab sohasidan ko'ra boshqacharoq yo'nalish ekanda. Buni maktab ochib, maktab bo'yicha shug'ullanib, mana maktabda o'quvchilarni o'qitayotgandan keyin bilyapmiz. O'quv markazidan ko'ra ham bir mas'uliyati yuqoriroq bo'lgan joy. Ya'ni endi bu yerda biz faqat o'quvchilarga ilm bermayapmiz, ya'ni faqat qaysidir fanni o'rgatmayapmiz-da, bu yerda ta'lim, tarbiyasi bilan to'liq holatda shug'ullanyapmiz. Chunki mana ota-onalar bizga o'quvchilarni, ya'ni farzandlarini tashlab ketishadi, ertalabda soat 8:00 da qabul qilib olsak, kechki 17:00 gacha bo'lgan o'quvchilar biz bilan. Ya'ni ular endi kundalik hayoti va ularni doimiy nazorati bizda. Va ularni tarbiyasi bilan ham qanchadir miqdorda shug'ullanyapmiz hozir. Qiyinchilik haqida gapirmadingiz. Ha, Nima ishlar qilgansiz? Ha. O'qituvchilikdan oldin nima ishlar qilgansiz aka? Endi 2019-yilda o'quv markazi boshlaganmiz, lekin ungacha bo'lgan faoliyatda maktabdan boshlab aytib qo'yadigan bo'lsam, maktabda asli maktabni Qizilga tamomlaganman. Maktabda biz asli yaxshi o'qiganmiz. Ustozlarimizga rahmat, ustozlar yaxshi o'qitishgan. Lekin undan keyin kollejda o'qidik, axborot texnologiyalari kollejida 2012-yilda tamomlab, undan keyin ozroq pauza bo'lib qoldi bizda. Sababi u orada o'qishga birinchi yilda kira olmay qoldikda, o'qishga birinchi yilda kirmadik-da, u yilda keyin tayyorgarlik davri bo'ldi. Va o'sha tayyorgarlik davri bizga ko'p narsani o'rgatdi. Ya'ni institutga tayyorlanish davomida kundalik hayotdagi ishlar bilan shug'ullandik. Ko'chada taksistlikdan boshlab mardikorlikgacha bo'lgan ishlar deyarli hammasidan ko'rdik. Ya'ni u orada o'qishga kira olmaganimizdan keyin birinchidan u paytlar shunaqa edi. O'qishga kira olmagandan keyin albatta endi o'g'il bola ishlash kerak, ishladik. Va orada 2015-yilda Qo'qonga bordik. Qo'qonda Uchko'prik degan joy bor, ko'pchilik bilsa kerak. Shu yerda ustozda tayyorgarlik ko'rdikda, shu yerdan tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'quvchilarga ilm berish fikri menda tug'ildi. Ya'ni ustozga yanada mehr ortdi, ustoz bo'lish fikri menda kuchaydi va ana shu joyda 4 oy o'qigan bo'lsam, 4 oy davomidagi muhitni ko'rib, demak biz Andijondan turib Qo'qonga kelib o'qiyapmiz. Endi shu narsani dedim, Andijonda o'zida o'qisak bo'lmaydimi ekan? Bizda ham ustozlar yetarli, malakali ustozlar ko'p degan fikr bo'ldida 2015-yilda institutga kirib 4 yil davomida ingliz tilini o'rgandik, matematikani mustahkamladik, fanlarimizni mustahkamlab va o'quv markazlarida o'rgandik. Va 2019-yilgacha bo'lgan 4 yil davomida to'liq holatda o'quv markaz shakllantirish, o'quvchilarga qaysi metodika bo'yicha yondashish va fanni qanday o'rgatish bo'yicha o'zimiz ustimizda ishladik. Prezident maktabiga kirish ko'proq iqtidormi yoki mehnat talab qiladimi? Ko'proq nima talab qiladi? Bu yerda menimcha ikkala narsa ham mumkin. Chunki iqtidorli o'quvchi, ya'ni iqtidorsiz o'quvchi bo'lmaydi odatda. Hamma o'quvchida qaysidir fanga, qaysidir sohaga qiziqish iqtidorli bo'ladi-da. Endi bu yerdagi prezident maktabi uchun mehnat 90-95% narsa hal qilib qo'yadi. Chunki ba'zida keladi, iqtidor jihatidan boshqalardan ko'ra yuqoriroq bo'ladi, lekin mehnat kamroq qilgan hisobda qolib ketib qoladi. Bu yerda asosiy narsa bizning maktab uchun birinchi o'rinda mehnat va ikkinchi o'rinda ota-onalar tomonidan bo'ladigan nazoratdan katta ahamiyatga ega bo'ladi. Universitetga tayyorlovni xudo xolasa rejamizda bor. Faqat qanaqa holatda desa, biz universitetgacha bo'lgan 11-sinf o'quvchisini shu 11-sinf bo'lguniga qadar to'liq holatda sertifikatlarni oladigan holatga keltirmoqchimiz bolalar. Ya'ni bitta sinfimizda aytaylik 18 ta bo'lsa, rejamizda mana sentyabr 5-6-sinflar, shu sinfimiz 11-sinf bo'lguncha IELTSdan minimum 7, SATdan minimum 1400 va hamma davlat tomonidan qo'yilgan sertifikatlarni oladigan holatda va universitetga borib imtihon topshirmaydi. Shunchaki hujjat topshirib universitetga qabul qilinadigan darajaga chiqarmoqchimiz. Rejamiz shu xudo xolasa. Xondamirjon, bir yutuqlaring haqida bir aytib qo'yasan endi. Hello everyone, my name is Ghulamjon Khondamir and I have won many things. For example, I have won 3 phones and 1 tablet and a certificate to go to Switzerland and
Now I participated in spelling bee, and if I win, I will be able to go to Japan. And I have got one scooter that I have won from an Olympiad, and many medals and certificates. Thank you so much, Xondamirjon. You can speak in Uzbek also, okay? Mening ismim Xondamir. Men ko'p olimpiadalarga qatnashganman. Eng yaxshi yutuqlarim 3 ta telefon, 1 ta planshet va 1 ta skuter bo'lgan va meni ko'p medallarim, sertifikatlarim bor. Tashkentlarga ham borib kelganman. Hozirgi kunda yaqinda olgan sertifikating Xondamirjon, yaqinda qatnashdiga, Ivokda qatnashdiga, olimpiadada qatnashib, faxrli o'rinda olib keldi. Va qanaqa sertifikat berishdi senga Xondamirjon? Shveysariyaga sertifikat. Shveysariyaga 100%lik borib, grant yutdi, borib, demak Shveysariyada bo'ladigan olimpiadada qatnashib, bu yerda ham xudo xolasa yutib kelamiz, birinchi o'rin bo'lib. Shoirimiz Muhammad Yusuf yozgan she'rdan o'quvchilariga bir misra aytib bergan edim. Bundan o'quvchilar ta'sirlanib, demak yodlagan o'quvchilarimiz bor edi. Agar ruxsat bersanglar, o'quvchilar bilan eshitardik. Yaxshi bo'lardi. Qani? Odamajonim, onajon ukam, O'zbekiston janubi soyangga, sendek mehribon, seningdek ko'rkam, himna ishlasin bedi poyingga. Bir ko'cha suv bo'lsa, bir ko'cha qillar, qanchitni ko'rdim, qancha taqdirlar. Qayga borsam boshimni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluqlarning eng faranglarin. Yo xudbinman yo bir sodda kasmanman. Qarishning eng go'zal restoranlarim, bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na til bilayin. Ko'zlarim qo'rqochda dildan halovat. 3 kunda sog'insan nima qilayin? Chala bo'ldi hamma sayohat. Bildimki baridan ulug'i o'zing, bildimki baridan shu tuproq menga, bahorda baxmalda tug'ilgan ko'zing, arab oqusida azizroq menga. Sen bilan o'tgan kun bayramdir ba'zan. Sensiz biroq qolsam vahmim keladi, seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi. Rustam aka, shu yerda o'zida videoni yakunlasak, sizni hozir minglab odamlar, minglab ota-onalar kuzatib turibdi. Ularga nima maslahat berasiz aka? Sizlarga ham kelganinglar uchun, vaqt ajratganinglar uchun rahmat. Kuzatayotganlarga ham, shu yergacha ko'rgan hammaga, insonlarga, kuzatuvchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamma ota-onalarga tavsiyam, kelajak yoshlar qo'lida deb bejizga aytilmagan. Ya'ni biz ota-onalar, o'zimiz ham ota-onamiz va ota-onalar 10 yil, balki 20 yildan keyin farzandlarimiz yoshlarga to'lib, 20-25 yoshlarga to'lib, bir kasb egasi bo'lgan vaqtda afsus qilmaslik uchun hozirdan harakat qilishimiz kerak. Men ko'pchilikka aytaman, bu ishlar bir kunlik ishlar emas. Ya'ni kimdir qaysidir darajaga erishgan bo'lsa, yetishgan bo'lsa, aytadi-yu, Rim bir kunda qurilgan emas deydi-yu. Ya'ni buni albatta poydevori bor. Mana biz ham boshlang'ich sinf ustozlarimiz, o'rta sinf ustozlarimiz, yuqori sinf ustozlarimiz hammasiga rahmat aytaman. Va shu yerda bir hikoya bilan yakunlamoqchi edim. Buni biz ham eshitganmiz, eshitib, fikrlab, tafakkur qilib, juda katta bir xulosalarga kelganmiz. Ikki o'rtoq bo'lar ekan, yoshligida ikkalasining ham orzulari bor, umidlari bor. Aytarkanda biri aytarkan, men katta bo'lsam masxaraboz bo'laman. Deb masxarabozlik ko'rib bo'lsa havas qildi. Desa keyin uni yonidagi o'rtog'i ham, meni o'rtog'im masxaraboz bo'lmoqchi ekan. Demak, men ham masxaraboz bo'lsam yaxshi. Deydiganda onasini oldiga borib, men ham masxaraboz bo'lmoqchiman derkan. Deganda endi ikkinchisini onasi, yo'q, qizim yoki o'g'lim, siz masxaraboz bo'lsangiz bo'lmaydi, siz shifokor bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz elga, yurtga foydasi teguvchi, foydasi ko'proq teguvchi inson bo'lishingiz kerak. To'xtab turib aytib qo'ying. Derganda ikkinchisini uydagilar, ya'ni dadasi, onasi ko'nmaydi ekan masxaraboz bo'lishiga. Oradan yillar o'tibdi, vaqtlar o'tibdi. Ikkinchisini onasi, dadasi majburan bo'lsa-da, yo'q, masxarabozlik sizga yarashmaydi degan niyat bilan shifokorlikka o'qitishni boshladi. Va oradan 20-30 yil o'tgandan keyin hali ikkita o'rtoq yana bir ko'chada ko'rishdi-da, ko'chada ko'rishgan vaqtida birinchi ikkalasi ham o'z maqsadlariga yetgan. Ya'ni birinchisi masxaraboz bo'lgan va ko'chada
tomosha ko'rsatayotgan bo'lgan va ikkinchisi shifokor bo'lgan. Shifokor bo'lganda shu vaqtda shifokor o'rtog'iga qarab masxaraboz o'rtog'i aytgan ekan, agarda meni ham dadam yoki onam vaqtida to'g'ri yo'lga solgan bo'lganida men hech qachon masxaraboz bo'lmagan bo'lar edim. Men ham senga o'xshagan bir yurtga foydasi teguvchi bir shifokor bo'lgan bo'lsam bo'lmasmidi degan ekan. Shunga ota-onalarga tavsiyam yoshlikdan farzandlarini to'g'ri yo'lga boshlab, kerakli bo'lgan elga, yurtga, O'zbekistonimizga foydasi teguvchi bir kasb egasi qilishini maslahat bergan bo'lardim. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling. Salomat bo'linglar, sizlar ham rahmat katta. Hozirda O'zbekiston sharoitida oddiy o'qituvchini oylik daromadi qancha? Hozirgi kunda prezidentimiz e'tiborlari sababli ustozlarimiz bundan avval bir 3 yilcha avval aytilganda ustozlarning oyliklari $1000 chiqadi deyilgan narsa Alloh nasib qilib mana hozir bizda shu Xudo xolasa $1000 dan oshib qoldik. Nasib bo'lsa daromadlarimiz, oylik daromadimiz. Eng minimal qancha-yu, eng maksimal qancha topdingiz? Boshida topganimiz to'g'risi birinchi boshlagan vaqtimizda bepul ishlardik endi, chunki o'quvchilarga, jiyanlarga dars o'tganmiz, bepul ishlardik. Shundan 20 milliongacha yetyapti xudo xolasa oylik daromadimiz hozirda. Siz hayotingizni gapirib berdingiz, men shuni fikr qildimki, ilm hech qachon odamni xor qilmaydi ekan, martabasini ulug' qilar ekan. Men shuni bildim. Ustoz, ilmlaringiz bundanda ziyoda bo'lsin. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Sizda insonlar ko'paysin Andijonda. Rahmat. Rahmat sizlarga, vaqtinglarni ajratib kelganlar uchun sizlarga ham rahmat. Rahmat.